Bugun men oddiy Minecraft o'ynayman, lekin tun tushishi bilan moblar o'zgarib qoladi. Ba'zi moblarni aqlga ham sig'dirib bo'lmaydigan darajada o'zgarib ketgan bo'ladi. Agar siz kanalda yangi bo'lsangiz, like bosib obuna bo'lib qo'ying. Agar sizga bu mod kerak bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rsangiz, o'zim sizlarga aytaman. Qani bo'lmasam biz videoni boshladik. Yo, biz qanday joyda spawn bo'ldik? Bu yerda nimalar bor? Buzilgan portal bor ekan, yaxshi. Ana ichida nima bor ekan, hozir ko'ramiz. Voy, agar nimalar bor bu yerda. Dahshat ekan-ku, Sidni kanalga tashlab qo'yaman, Telegram kanalga o'tib Sidni ko'raverasizlar. Keyin kommentga yozib qo'yaman Telegram kanalimni. Albatta kirib, shu Sidni o'zlaringiz o'ynab ko'rsanglar bo'ladi. Yaxshi ekan, yomon emas. Narsalar unchalik yaxshi chiqmadi, mayli. Bu yerda nima bor? Hech narsa yo'q. Daraxt chopmasak bo'lmaydi, biroz kuchayib olsak, hozir tun bo'lsa, qanaqadir maxluqlar keladi, keyin esa bizni o'ldirib ketadi. Shuning uchun o'lib qolmaslik uchun biroz kuchayishimiz kerak. Buning uchun esa daraxt chopish kerak. Hozircha bizda 2 ta daraxt bo'ldi. Qani chopamiz daraxtni. Endi bularni mayda daraxtga aylantirib olamizda, verstak yasaymiz. Lekin to'xtanglar, mana bu nima bo'ldi? Yo-may to'qib qo'ydi, yo-may tezroq yorug' qilish kerak do'stlar. Qanaqa qilaman endi? Mayli, men shuni ishlatmasam bo'lmasdi. Chidni ishlatmasam hozir tun bo'lib qolgandi, keyin yorug' qilamay qoldim, mayli. Tun bo'lib qolishi bu juda ham yomon. Chunki qanaqadir zombilar, maxluqlar paydo bo'ladi-da bizni o'ldirib ketadi, lekin biz hali umuman kuchaymaganmiz, to'g'risini aytsam. Bu yerda qanaqadir qora tutunlar chiqibdi, menimcha. Qanaqadir nimadir spawn bo'lgan, keyin esa qanaqadir qora tutun chiqarganmi. Mayli, biz endi tosh qo'llashimiz kerak. Tosh qo'llashga ketdik. Mana bu qo'rqinchli g'ordan tosh qollaymiz. Xuddi bu yerda bashara ko'rinayotgandek bo'lyapti. Tayoq bilan verstak yasaymiz. Endi verstakni qo'yib, o'rnimizga kirka yasab olamiz. Yo'qmi? To'xtanglar, bu yerda. Yo'q, kirka yasashimiz kerak edi-ku. Bo'ldi. Endi buni sindiramiz. Qani endi ketdik. Kirka bilan tosh qollaymiz. Agar shu yerda temir bo'lsa, temir ham olamiz, chunki temir hozir bizga kerak, ancha kuchayishimiz kerak. Temir aslaqalarni, koper aslaqani, korоче, nimalar qilamiz, kuchayamiz. Keyin maxluqlar bilan urushamiz. Shuning uchun tezroq qilishimiz kerak. Chunki kech bo'lishi bilan qanaqadir maxluqlar kelaveradi. Shuning uchun buni qo'yamiz va o'zimizga kirka yasaymiz, toshli kirka. Endi esa mana bu yerdan ko'mir olamiz. Ko'mir, bu yerda rosa ham ko'p ko'mir bor ekan. Menimcha hammasini olish shart emas. Bizga unchalik kerak emas, lekin menga kerak. Stop. Agar siz videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosib obuna bo'lib qo'ying, chunki biz 2000 ta bo'lishimiz kerak. Hammasini olaman men. Bu yerda yana 2 ta ko'mir bormi yoki 3 tami? 2 bo'ldi. Qolmadi ko'mir. Endi esa verstakni ham olib ketishimiz kerak. Bizda nima bor? Hech narsa yo'q ekan. Yo'qmi, bu nima bo'ldi? Qanaqadir narsadan yasasa bo'lar ekan. Bu modda o'ziniki bo'lsa kerak. Uni yasab ko'raman albatta. Nima, verstakni buzamiz. Yo'qmi, olindimi? Verstak olinibdi. Endi esa bu yerda tosh qo'llasak yaxshimi? Tosh qo'llaymiz. To'xtanglar, nima bor bizda? Tayoq yasaymiz. Tayoqimiz qolmabdi. Endi tayoqni qo'yib sham yasaymiz. Sham bizda 16 ta bo'ldi. 16 ta anchagina yetadi. Qani bu yerda nima bor bo'lishi mumkin? Yo'qmi, tushib ketishimga sal qoldi, lekin koper bor ekan. Koperimizga unchalik kerak bo'lmayapti hozir. Koperni agar keyinroq olaman, kerak bo'lib qolsa. Bu yerda cho'chqa yuribdi. Bizda kirka bor. Biz temir topishimiz kerak tezroq. Bu yerda temir yo'qmi? Yaxshilab qarash kerak. Temir bormi, yo'qmi? Temir qidiramiz, korоче, temir qayerda bo'lsa, o'sha joyga boramiz. Shu yerda bo'larmidi? Yaxshilab qarasak, menimcha shu yerlarda temir bo'lishi kerak. Mana bu yerda g'or bor ekan, shu yerga chiqamizmi? Yo'q, yana bitta bor ekan, shu yerga chiqamiz. Bo'ldi, ketdik. Tezroq chiqish kerak endi. Yo'qmi, kech bo'lib qoladi-ku chiqqanimcha do'stlar, qaranglar.
Mayli, chiqaveramiz. Chiqamiz. Bu yerda Cooper bor ekan. Olamizmi, olmaymizmi? Olmay qo'ya qolamiz. Hozircha kerak emas. Mayo tushib ketdim. Mayli, yana chiqamiz. Cooperni hozircha umuman bizga keragi yo'q. Cooperli aslaha ham yasasak kerak menimcha bugun tunda. Mayo temir bor ekan do'stlar. Men sezganim o'zi bu yerda temir borligini, ko'mir ham bor ekan. Yana qanaqadir zombi kelyapti. Zombi emas senga. Menda qurol yo'qda, kirka bilan urishga majburman. Shuning uchun zombini kirka bilan uryapman. Agar qurolim bo'lganda zombini qilich yoki bolta bilan urgan bo'lardim. Endi bu yerdagi temirni olamiz. Bitta ekan 3 ta temirman, lekin 3 ta sal kam. 4 ta bo'lsa ham sal yaxshi bo'lardi. Mana bu yerda Cooper bor ekan. Cooperlarni ham hammasini olamiz. Shunchani olsak bemalol yetadi. Shu 40 tacha bo'lib qoladi. Menimcha 40 tadan ham oshadi, shularni olsak. 40 tadan oshadi. Bu yerda nima bor? Qanaqadir ovoz chiqyapti do'stlar. Tezroq keta qolamiz bu yerdan. Kerak emas shamim. Mayo pastda ikkita qo'y yuribdi. Gold Ghost lastiga. Boyadan beri biz bilan Gold Ghost degan bir bola o'ynayotganmidi. Mayo men sezmaganmidim lekin. Men hech qanaqa uyushtirganim yo'q, o'zi shunaqa bo'lyapti nimagadir. Kimdir meni o'yinimga qo'shildimi, nima bo'ldi tushunmay qoldim. Gold Ghost degan bitta odam o'yinimda shuncha payt meni kuzatib yurgan ekan. Men prosta uni sezmagan ekanman. Mayo. Mayli. Bu yerda nima ship bor ekan. Biz bu bilan olsak buni uroni 2 gina-ku. Bu pashti kerak emas narsa. Mayli. Qani nima qiladi o'zi bu? Bizga lekin bu umuman kerak emas. Bu yerda qanday kichkina dumaloq g'orchami nima bilmadim. Allaqanday narsa bor ekan. Bu yerda suv bor ekan. Mayo. Suv, bu yerda nima bor? Menga tosh kerak, tosh olishim kerak. Nechta tosh? Taxminan 20 tacha tosh qilamiz. 20 ta kam ekan. 27 tami, 28 tami qilamiz. Chunki biz 3 ta pechka yasamoqchimiz. 3 ta pechka yasab, keyin o'zimizdagi narsalarni unga pishiramiz va keyin o'zimizga ovqat ham bo'ladi. To'g'rirog'i narsalar deb aytayotganim, masalan, temir. Bizda 3 ta temir bor. Keyin Cooperlarni hozir eritish kerak, ya'ni pishirishga. Nima qilish bo'lsa ham, shunga bizga pechka kerak bo'lyapti. 27 bo'ldi, 27 ta yetadi. Endi undan 3 ta o'zimizga pechka yasab olamiz. Qayerda qana mana ekan. Bularni hammasini maydalaymiz. Endi yasaymiz. 1, 2, 3. 3 ta ortib ham qoldi. Yaxshi, endi bularni qo'yamiz. Bir-birini ustiga qo'yamiz. Bu yerga ham qo'yamiz. Bo'ldi. Endi bu yerdagi o'zimizni Cooperlarni 3ga bo'lamiz. 30 ta ekan. 30 tani 3ga bo'lsak 10 tadan tushadi. Endi buni bo'lishimiz kerak. 10 bitta 8 ta. Nechta bu yerda? 3 ta, 9 ta, 10 ta bittasi bo'ldi. Ikkinchisi 5 ta bo'ldi, yana 5 ta kerak unga. 9 ta bo'ldi, bitta kerak. Bo'ldi, hammasi teng bo'ldi. Endi qo'yib chiqish kerak. Bularni ya'ni pishirmasak bo'lmaydi. Bizda ko'mir ham bor ekan. 5-6 ta ko'mirimiz bor. Hozircha 6 tani. Bu yerga buni qo'yamiz, bu yerga ko'mir qo'yamiz. Hammasini qo'ymaymiz, keyinchisiga 2 ta olamiz. Buni qo'yamiz. Hamda 10 ta mis, ya'ni Cooperimizni qo'yamiz. Endi bular erishini kutamiz. Erigancha kecha ham bo'lib qolsa kerak, chunki ancha vaqtdan beri ertalab bo'lib turibdi. Qani bu yerda verstagimiz turibdi. Mana bu yerda o'zim. Bu yerda narsa yasash hali hech narsamiz yetmaydi. Endigina 3 ta, yana bitta kerak eng kamida. Hozir mana bu yerda erdi, mana bo'ldi. Endi o'zimizga aslaha ham yasaymiz. To'liq aslaha qilib olsak, zombi emas, maxluqlardan himoyalanamiz. Bizga yana nechta kerak? 2, 3, yana bitta kerak. 4, 3 ta bo'ldi-ku. To'xta. Yo'q, adashib ketdim. 5 ta kerak bizga. Eng kamida 4 ta, undan kamida 5 ta. Undan ko'pida.
Qarchi, mana bular 4 ta qolibdi, bu yerda 5 ta qolibdi, hammasini olib chiqyapman. Bu yerda 2 ta qoldi, o'zi tugayapti. Bu yerda 3 ta. Endi esa bu yerda o'zimizga shton yasaymiz, juda ham zo'r bo'ldi. Endi to'liq aslahalarga erishdik. Anchagina himoyalandik. Endi kech bo'lishini kutishimiz kerak yoki kutmaymiz yoki daraxt chopib tursak ham bo'ladi. Bizga daraxt kerak hozir juda ham. Daraxtimiz o'zi kam ekan. Mana bu yerda qilich yasaymiz. Boltaga bitta ko'pir yetmayapti. Bu yerda bormi? Mana bitta bor ekan. Endi yo'qmi? Tugadimi bu yerga? Biz ovqat temirdan solamiz. Bu yerga bitta temir 3 ta ekan, bu yerda 2 tasini bu yerga qo'yamiz. Bu yerda yo'q ekan-ku. Bu yerga ham bittasini qo'yamiz. Shunda hammasida bittadan bo'ladi. Bitta. Qarchi bittadan bo'ladi. Keyin bu yerda o'zimizga qalqon yasashimiz kerak, lekin bizga daraxt yetmayapti. Daraxtni hozir olib kelaman, chunki hozir chiqsam zombi maxluq shunaqalar chiqib ketadi menimcha. Spawn bo'ladi. Bu yerda yaqin atrofda daraxt ham yo'q bo'lsa kerak. Qara nima bor? 3 ta yetishmayapti. 3 tagina bitta daraxt chopib kelishim kerak. Mayli, qo'rqmasdan borib kelamiz. Maxluq kelsa broniyamiz bor bizda. Anchagina kuchlimiz, maxluqni o'ldira olamiz bemalol. Men o'lgandek bo'lmasa bo'ldi, faqat maxluqlar kuchli bo'lsa, lekin juda ham yomon bo'ladi. Bu kim bo'ldi endi? Bu sigir ekan-ku, maxluq deb o'ylayapman. Mayli, bu yerga kelamizda. Mana bu hali ham yonyapti. Yo'qmi, qop-qorong'i bo'lib qoldi-ku, mayli. Bu yerda o'zimizga temirli qilich yasaymizmi? Qilichimiz bor-ku, nimaga yasaymiz? Baribir ekan, kirka yasaymiz. Keyin mana buni maydalamabman-ku, maydalaymizda endi qalqon yasab olamiz. Qalqon ham juda ham kerak bo'ladi bizga. Bu yerda yo'qmi, what the fuck, nima edi bu? Nima bu? Yo'qmi? Nima bu? O'moq ketdi. Nimadirni ochdik do'stlar. Bu nima endi? Yo'qmi? Yo'q, hozir o'lib ketaman. Qani? Yo'q, menga kelyapti. Men olmayman. Yo'qmi? Yo'q, nima bu? Yaxshi ham tegmayapti. Voy, agar yo'q bo'lib ketdi, yaxshi. Bitta tovuq qoldi, tovuq tegmasgan. Juda yaxshi. Hech narsa qilmadi, bo'ldi. Jonim ketmaganiga shukr. Bo'lmasa o'lib yo'qmi? Voy, nancha qo'rqitib senlar. Jinnimisanlar? Men. Bo'ldi, o'ldi bu ham. Sen qanaqadir ovozlar chiqyapti. Menimcha sizlarga ham eshitilayotgan bo'lsa kerak. Do'stlar, albatta kommentga yozib qo'yinglar. Bechora, men axir juda ham qiynalib video olyapman. Anaqa Creeper legenda deb yozib qo'ysangiz juda yaxshi bo'lardi do'stlar. Leaver asla qanaqadir o'yinchi kiryapti o'yinimizga do'stlar. Naryoqda spawn bo'ldi. Nima edi u? Do'stlar, spawn bo'ldi bitta o'yinchi. Mayli, kommentga Creeper legenda deb qo'yinglar, juda ham yaxshi, xursand bo'lardim. Creeper legenda deb ko'p komment bo'lsa juda ham xursand bo'lardim. Qarchi, qani u Leaver nimadir? Lekin o'yinimizga qo'shildi do'stlar. Yo'qmi, namcha kelaveradi bunaqa qo'rqinchli mag'lublar. Tovuq juda ham ko'p ekan. Oldimizga qayerga borsam shu yerga keladi. Lekin yaxshi ham bu urmas ekan. Hech qanaqa lama yo'qdi narxda. Menimcha oddiy lamaga o'xshayapti u. Oddiy lama bo'lsa yaxshi bo'lardi, chunki maxluqli lama bo'lsa, lekin mayli, u yerga ham keyin borib qolamiz. Hozir mana bu yerda pechkalarni kiyib versakdan avval olishimiz kerak. Bizda bolta bormi? To'xtanglar, bolta yasardikmi o'zi? Bu mana buni yasaymiz. Qanaqadir supurgi yangi versiyada kelgan. To'g'ri, yangi emas, 1 yil oldin. Yo'q. Dahshat qo'rqitib o'ryapti bular, Namcha buni og'zini ochib baqiraveradi. Agar sizlarga ham eshityapgan bo'lsa, kommentga eshitilyapti deb yozinglar. Menga lekin eshitilyapti, juda ham qanaqadir ovoz bilan baqiryapti. Deb qarchi, mana buni endi olishimiz kerak. 1 4 bo'ldi. Endi bizda o'zi shu yerda biroz o'tiraylik. Hozir bu yerdan ketsak, aniq kimdir bizga hujum qilishi 100%. Shuning uchun albatta like bosib obuna bo'lib qo'yinglar, chunki biz 2000 ta bo'lishimiz kerak. Juda ham 2000 ta bo'lishni xohlayman. Agar 2000 ta qilsanglar, sizlarga juda ham katta rahmat aytgan bo'lardim. Iltimos,
hozir shu videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz like bosib qo'ying va obuna ham bosib qo'ying. Keyin albatta kommentga Creeperus Legenda deyish ham esdan chiqmasin. Shunda juda ham xursand bo'laman. Endi buni tushuntirib bu yerdan ketamiz, lekin hujum qilsa ham, hujum qilmasa ham men qo'rqmayman. Qani kim bor bu yerda? Kellaring, urishaman. Qo'rqmayman hech qaysingdan. Endi kelmayapti, ko'rdinglarmi do'stlar? Boya trillionta bo'lib kelayotganda hozir mendan qo'rqib qoldi hammasi, lekin rosa ovozlari chiqyapti. Lekin kelmayapti. Qani, qayerdasanlar? Yo, skeleton, nima qilyapsan, skeleton? Yo, yana bir narsani ochdik biz, lekin aniq nimadirlarni ochyapmiz. Kolleksiyami, mobni crazy emas. Scary, ya'ni qo'rqinchli moblarni ursak, kolleksiyamiz bir narsa ochyapmiz, ya'ni yo, bular yer tagidan chiqib kelyaptimi do'stlar? Uning ustiga bu aniq oddiy emas. Qo'lga qilich olgan, juda ham kuchli ekan, uroni ham tursa ham 1,5-2 ming uron olyapti. Vashcha kuchli ekan bular. Mendan ham kuchli bo'lib ketyapti. Men inventarim to'lib ketibdi. Bu yerda biz ovqat yemasak hozir aniq o'lib ketamiz. Shuning uchun buni yeb olamiz. Hozir bu ham tugab qoladi. Yetmadi-ku, yana nima bor? Endi shu sassiq go'shtni yeymiz, mayli. Yeyishga majburmiz endi. Baribir ham to'ymadik. Hech narsamiz qolmadi. Buni yeyish vaqti keldi. Endi kuchaydim. Endi hammasini o'ldiraman. Yaxshi kellaring, qani o'xshasam bu oddiy skeleton ekan, uraveraylik. Bizga xalaqit beryapti. Yo'qmi? Hozir o'lib qolaman-ku. Nima qilyapsan sen? Sen ham jim tur, baqiravermasdan, nima? O'zingni ochib baqirasan, sendan qo'rqmay qoldim men. Boyagidek qo'ryapti deb o'ylaman. Nima endi bu oddiylarmi? Birinchi marta oddiy. Oddiy emas ekan. Oddiy emas ekan. Nima qilyapti bu? Tishlayapti. Do'stlar, yaxshi ham qalqonni yasabman do'stlar. Qalqon bo'lmaganda hozir 100% ularmidi nimadir bo'lardi, chunki bu jam tishlasa vashcha jirkanch. Menda bu ana qaranglar do'stlar, nima bu? 2 kallali qo'ymi? Sen jim tur, men buni ko'rmoqchiman. Namcha bu skeleton kelar. Ana 2 kallali. Sen nima qilyapsan endi? Orqamdan yorishasan. Bu ham uradimi, rosa ovoz chiqyapti, lekin qo'rqinchli ovozlari. Nima qilyapsan sen? Menimcha bu urmas ekan, yaxshi ekan, Qilishgan yaxshimisan? Qarasan, sen o'ylash kerak. Do'stlar, o'lyapman do'stlar. Yo'q. Mayli, bugungi videomiz tugadi. Hammaga xayr. Birinchi qism tugadi.